kelinoyi. Ha, Shukronaxon. Kecha akajon nimalar olib kelganini ko'rdim. Bitta sneakers olib keldi, xolos. Ha, akam singlisini o'ylamas ekanda. Agar yana bir marta ko'rsam hammaga aytaman. Tushundingizmi? Jonim nima yeging kelyapti? Ha? Shukrona. Nima Shukrona? Voy akajon, kelinoyi nimani xohlasa olib bering. Bo'lajak jiyanimizdan hech narsani ayamang. To'g'rimi kelinoyi? Tushunmadim. Jonim, men Shukronani yaxshi ko'raman-ku. Nimaga meni kuzatib yuribdi? O'ylama, rashk qilyapti-da. Ha, kelinoyi yana ko'rib qoldimi? Voy, aka zop kelmagan, o'zim pishirgan ovqat-ku. Kuzatuv ostidasiz. Oho, yemishlar assortiment bo'lib ketibdi-yu. Endi ham qo'lga tushdi. Ha, kelinoyi yemishllardan kolleksiya qilgis kelyaptimi? Voy, Meni ham kolleksiya qilgim kelyapti. men aytmayapman, akajoningiz o'zi olib kelyapti. Ha, yo'q-e. Ha, tinchligimi nima bo'lyapti? Akajon og'ir botadi deb o'ylamaysizmi? Axir singlizmi? Nima xohlaysan? Nima xohlaymanmi? Yuring ketdik. Bu sifat mahsulotlar. Shundan olib bering. Obbo, tish pastaga shuncha muammomi? Agar sifat mahsulotlarni korzinkadan sotib olsak, bizga fiksik o'yinchoqlarni berishadi. Ichida noyob turlari ham bo'ladi. Men shulardan kolleksiya qilmoqchiman. Bo'pti, olamiz. Hamma kolleksiyalardan to'plab bo'lmagunimcha olib bermasiz, kechqurun kelinimga nimadir olib kelib berishingizni hammaga aytaman. Obbo, shantajchi. Bo'pti, mayli olamiz. Yes, maqsadimga yetdim.